jamoalar muxlislariga dalda beradi. O'yin boshlandi do'stlar. Oq libosdagi jamoa o'yinni boshlab berdi. Bu 1997-yilda tug'ilgan. Yaxshi uzatma Doniyor Narzullayev, hisob ochilishi mumkin. Yo'q. To'p noaniq ketdi. Lekin Doniyor Narzulayevga yordam kerak ekan. U23 Osiyo Kubogi g'olibi Doniyor Narzullayev. O'zbekiston o'smirlar Olimpiya terma jamoasi endi U23. Esingizda bo'lsa, Xitoyda o'tgan qorli finalda g'alaba qozongan tarkibimiz vakili edi Doniyorjon Narzullayev. Mana bu yerda darvozabon bilan to'qnashuv yuzaga kelgan. Chap qanotdan yurish. Mashalda ichkariga uzatma amalga oshirildi. Murtazoyev. Darvozabon. Mana o'sha zarba. Bosh bilan berilgan zarba, qarshisida hech kim yo'q edi. To'p ham yaxshi keldi. Lekin yetarlicha kuch berilmadi zarbaga. O'zidan oldinroqda turgan ikki nafar futbolchiga xalaqit qilish uchun keldi. Zarbaga ruxsat bor, zarba yo'llanyapti. Sho'rtan vakiliga tegdi to'p. Jamoalarni bir qadar maydonda kechirib o'tirmaydi, ayab o'tirmaydi. Yaxshi yurish. Uzoqdan yo'llangan zarba. Xavfli. Ismiga o'ynagan yo'q yoki butsaning tishi bilan zarar yetkazishga urinmadi. Va birinchi taym yakunlandi do'stlar. Jonlanishini ta'minlaydi. Qismanmi endi yoki butunlay o'zgartirdim buni. Vaqt ko'rsatadi. Mahmud Turdiyev va Sardor Murzoqov yordam beryapti. Hakamlar nazoratchisi Baxtiyor Nomozov, yaxshi hujum, Timur Mavsidiqov o'tkazib berdi, darvozabon ko'nmadi, hali ham imkoniyat bor. Sho'rtanda ikkinchi urinishda esa Saidxonovning zarbasi kuchsiz chiqdi. Xalaqit qilgan ekan hamda juda bir erkin holatda zarba bermadi bu yerda Sho'rtan vakili. Uning atrofida mana bu yerda Mashalda esa o'z maydonida ekan, eng ko'p to'pni yo'qotayotgan nuqtasi. Mana bu yerda sal qoldi. Mavsidiqova original ijro. Ofsaydlar ko'rsatkichi. Boyaga urinish. Darvozabon barmoqlar uchi bilan qaytarganini ko'ryapmiz takroriy lavhada. Mavsidiqov esa texnik jihatdan murakkab zarba amalga oshirdi. U zo'r, yaxshi, zo'r imkoniyat bor. Jarima maydoni ichida xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yana bir urinish noaniq. Baratov ikkilandi hozir. Aldab o'tsammi yoki pas bersammi deb pas berishga qaror qildi. Yuqoridan uzatma, yaxshi imkoniyat bor. Mashal hisobni ochish mumkin. Darvozabon qaytaryapti. Yana bir urinish. Humoyin Murtazoyev oxirigacha harakat, pas berdi, zarba yo'llanyapti. Yaratib berishdi ular. Mana Abduraimov to'xtatdi. Keyin harakatga keldi Sho'rtan himoyachilari Sulton Murodov. Havolatib, yana bir bor bosh bilan zarba. Hujum. Mashalda hujum. Pas, yana bir pas. Ko'tarib beryapti, havodan yaxshi zarba yo'llandi, ustundan qaytdi va hisob ochilmoqda. Mashal jamoasi. Humoyin Murtazoyev hamda Sardor Abduraimov xavf soldi hozir Sho'rtan darvozasi tomonga va adashmasam Sardor Abduraimov darvozani ishg'ol etmoqda. Mana bunday bo'ldi hammasi. Humoyin Murtazoyev zarba berdi, ustidan qaytdi. Bu yog'iga himoyachilar unutib qo'yishdi. Sal avval aytgan edim. Shu markaziy himoyada boya Sardor Abduraimov zarba yo'llayotganda himoyachilar o'rnini yo'qotib qo'ydi degandim. Hozir endi to'pni yo'qotib qo'yishdi. Hech narsa qila olishmadi. Bu e'tiroz o'rinli. Jarima maydoni ichida kam sonli bo'lgan raqibga bunday imkoniyat berib qo'yish mana golga olib keldi va yana bir gol bo'lishi mumkin. Baratov zarba yo'lladi. Yoniga qo'ydi. Sho'rtan odatda shu nuqtaga uzatma beryapti. Bu safar markazga No'monov. Bo'ydor endi No'monov. Hali lekin kurash to'xtamadi. Hali kurash tugamadi. Oy! Havas qilib bo'lmaydi hozir. Yo'q, atayin bo'lmadi demoqda hozir
Sho'rtan futbolchilari, lekin hakam baribir boshga tekkanligi uchun sariq beradi Jabborovga. Va o'zini chaqirdi. Oyoq yuzga tekkanini aniq va tiniq ko'rsatib berishlari kerak hozir hakamga. Shuni so'raydi menimcha u. Mana bizga o'sha VARdagi kadrlar hakamga ham shu namoyish etib berilyapti. Ma'lum muddat ko'rdi, juda uzoq vaqt ham sarflamadi. Qaror qanday? Sariqni bekor qilib qizil beradi. Mana shu cho'ntakda qizil bo'ladi. Qizil kartochka. Jabborov uchun bu o'yin omadsiz o'tdi. Zaxiradan qo'shildi, bir necha daqiqa harakat qilib qizil oldi va maydonni tark etdi. Jarima maydoni ichiga kirgizdi to'pni, uzatma ortga. Xudoyberdiyev, Abduraimov, Baratov qarshi hujum bo'ladi. Mashal jamoasida 4 futbolchi oldinga o'tyapti. Mashaldan Sho'rtandan esa 5 kishi himoyaga qaytmoqchi. Xavfli vaziyat, uzatma amalga oshirildi. Kechikdi. Mana shu yerda Mashal hujumchisi. Hozir u nuqta qo'yishi mumkin edi, lekin nuqta qo'yilmadi. Hakam esa butun o'yinga nuqta qo'yib beryapti. Final qushligini chalib 1-0 Mashal mehmonda g'alaba qozonyapti. Muboraklik futbol ixlosmandlarini ushbu g'alaba bilan tabriklaymiz. Oson bo'lmadi. Sho'rtan oxirigacha kurashdi.